Uyda santexnika qildirayotgan yoki endi qildirmoqchi bo'lgan akalarimizga mana shu uchastkamizda bir nechta xatolar bilan bizani chaqirishgan 4 ta 5 ta foydali, juda ham foydali maslahatlar berib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda binoyimizda birinchi katta asosiy bino bor va qo'shimcha bino bor. Bu oshxona. Oshxonamizni katalxonadan, ya'ni qozonxonamizdan uzoq bo'lganligi sababli issiq suvni ochganda kelishi ancha ko'p vaqt kutib qolinishi mumkin. Shu sababli biz boshqatdan bu yerdan mana stechkalarni buzib, oradan mana quvurlarni o'tkazib beryapmiz. Bu resirkulyatsiya deyiladi. Issiq suvni ochganingizda komfort harorat tezda yetib kelishi uchun bu truba kerak bo'ladi. Qo'shimcha truba bu qozonxonamizning oxiriga borib yetyapti. Keyingi foydali maslahatimiz hozirgi zamonaviy uylarni romlari yergacha bo'lyapti. Bunaqa holatda radiator qo'yamiz desak, mana romma tagiga xunuk bo'lib qoladi. Shu sababli mana bunaqa monotropolniy konvektor deyiladi. Mana shunaqa narsa qo'yilsa, xudo xolasa inshaalloh bu rom parlanmaydi va xona mo'tadil kerakli haroratda isiydigan bo'ladi. Issiqxonlar o'zi yetarli bo'lmaydi bunaqa katta romli oynalar, uylar bo'ladigan bo'lsa. Uchinchi foydali maslahatimiz radiator qo'yiladigan bo'lsa, bularni hammasini ustalarni yaxshilab tekshirib, so'roqlab olinglar. Ya'ni podключенияsi ulanishi diagonal bo'lgani eng yaxshisi va qo'shimchasiga mana bunaqa termogolovka, ya'ni xonani haroratini o'zi avtomatik to'g'irlab, o'chib yonib turadigan termogolovka kran qo'yilgani yaxshi. Bu arzimagan pul turadi. Agarda bu kranlar mana pastdan ulangan bo'lganida, bu termogolovka kranni qo'yib bo'lmasdi va juda ham yaxshi komfort bo'lmaydi. Va yana keyingi foydali maslahatimiz sanuzel qilinadi va kanalizatsiyalar qilinib, tepaga fan kanalizatsiya deyiladi, ya'ni havo uchun aylanib turish uchun truba qo'shimcha cherdagi chiqarib qo'yishmaydi ba'zilar. Shu narsani biz har doim qilamiz va bu joyga kelgandan keyin ham mana shu 50 litali trubada bo'lsa ham hech bo'lmasa shuni ulab tepaga cherdagi chiqarib qo'ydi. Endi xudo xolasa bu sanuzelimizda har xil hidlar anqib turmaydi, hiddimlanib qolmaydi. 5-chi va juda ham kerakli foydali maslahatimiz bu xonani tepasida oshxona bor, ya'ni moyka deyiladi. Moykani rakvinasi bor. Shu joydan 50 litali truba tortib qo'yilgan edi eski ustalar. Eski ustalarning ishini yomonlamaymiz, mayli, lekin bu xatomi? Xato deymiz har doim. 50 litali truba tortilgan edi, shuni biz 100 tali mana bunaqa trubaga almashtiryapmiz. Sababi bu moykadan har xil yog'li chiqindilar chiqadi va quvurimizni ichki diametrida to'lib bu narsa yaroqsiz holatga keladi, toshib ketishi mumkin. Ko'p bunaqa holatlarni ko'rganmiz. Shuning uchun tavsiya qilmaymiz 50 turbani. Hech bo'lmaganda mana bunaqa 100 diametrli truba yoki 76, 50 bilan 100 ni o'rtasidagi trubadan qilishni tavsiya qilamiz. Bu joyda biz 100 tali trubadan foydalanib oxirigacha olib kelib qo'yamiz. Endi xudo xolasa bu egasida hech qanaqa muammo bo'lmaydi.